Uzum sirkasida tayyorlanadigan pechene. Un va yog'. O'sha pisochniy xamir, sal boshqacharoq bunisi. Qora olamiz. Urug' tayyor, smetana soldik. Shakar solamiz ketidan. Razrikvitel, qabartma. Vanilin, uzum sirkasi 1 qoshiq. Bitta tuxum. Qo'l yordamida qorib olamiz. Yarim soatga tindiramiz. Xamirimiz tinib chiqqandan keyin yoyib oldik. 8 ga 8 qilib kvadrat shaklda bo'lib chiqyapmiz. Xamirimizni qo'lga olamiz. Bir-biriga olib kelamiz. Shuna qilib tuyib beramiz. Yaxshiroq ezish kerak. Qulpinoyli nachinkani chiroyli ichiga solib chiqamiz. 170 gradusda 30 minut davomida pishirib olamiz. Olib tasdan. Sizlar uchun.